Qishloq markazida joylashgan mana bu ko'rkam masjid Chinor qishloq jami masjidi bo'lib, u 1908-yilda qurib bitkazilgan. Birinchi jahon urushi yillari davrida ham faoliyatini to'xtatmagan masjid taxminan 1930-yillarga kelib turli xildagi donli urug'lar ekinlari va veterinariya dori mahsulotlari saqlanuvchi omborxona vazifasini bajara boshlagan. Ellik yil davomida SSSR hukumati tomonidan omborxonaga aylantirilgan masjid 1990-yilda davlatimiz mustaqillikka erishgach qishloq aholisi tomonidan tozalanib, namozxonlarga to'la boshlagan. 2015-yilgacha norasmiy ishlab kelib, shu yilning o'zida ish faoliyati to'xtatilib, darvozasiga Nuroniylar choyxonasi deya yozilgan bitiklar osib qo'yilgan. 2018-yilda esa davlatimiz tomonidan Chinor qishloq jami masjidi sifatida foydalanishga rasman ruxsat berilgan. Ruxsat berilgan vaqtdan boshlab aholi tomonidan qilingan sa'y-harakatlar, ya'ni binoning qayta ta'mirlanishiga bosh bo'lgan nuroniylardan biri masjidning SSSR davrida omborxona sifatida foydalanilgani ham yaxshi bo'lgani, yo'qsa bunday tizim masjidning buzilib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin ekanligini aytib o'tdi. Boshidan ne kunlarni o'tkazgan Chinor qishloq jami masjidi hozirgi kunda 2022-yil hisobi bilan 114 yoshni qarshi oldi. Bir 1908-yilda masjid binosini qurgan ustalar tomonidan binoning ayvon qismidagi vassalariga forsiy tilda mana shunday bitiklar bitilganini ko'ramiz. Yillar davomida xiralashib o'cha boshlagan bitiklar 6 qator tojik tilida yozilgan she'rdan iborat bo'lib, 2 qatorigina saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan yozuvda esa qurilishda ishtirok etgan ustalardan biri Odina Muhammad ismi va arab raqamlari bilan masjid qurilgan hijriy 1328-yil keltirilgan.